Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun sizlar bilan birga tanako'ra ovqatini tayyorlaymiz. Men 4 kishiga mo'ljallab masalliqlarni oldim. Buning uchun bizga guruch, o'rtacha kattalikda piyoz, qiyma uchun go'sht, tuz va ziravorlar kerak bo'ladi. Birinchi navbatda 2 piyola guruchimizni yaxshilab yuvib, tozalab, so'ngra uni qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Suvni ham o'lchab solamiz. Kosada 4 kosa suv solsak yetadi. Keyin esa qiymamizni tayyorlaymiz. Go'shtni yaxshilab chopper qilib maydalab olganimizdan so'ng qiymamizga tuz, zira, murch hamda bulyon solib yaxshilab aralashtirib tindirib qo'yamiz. O'rtada esa o'rtacha kattalikda bir dona piyozni mana shunday parrak shaklda qilib to'g'rab olamiz. Katta ham emas, kichkina ham emas, o'rtacha kattalikda. Guruchimiz qaynab pishgandan so'ng tagini o'chirib qo'yamiz. Bu o'rtada esa yog'ni qizitishga qo'yamiz. Qizib turgan yog'ga piyozni solib qovuramiz. Asta-sekin piyozlarimiz tillarangga kirgungacha qovurib olamiz. Piyozlar tillarangga kirgandan so'ng esa qiymamizni solib, qiymamizni ham qizargungacha qovurib olamiz. Qiymamiz qizargandan so'ng esa o'rtacha olovda qiymamizga suv solamiz. Suvning hajmini oddiy qilib tushuntirsam, qiymangiz botar-botmas holatga kelishi kerak. So'ng esa olovni ozroq pasaytirib, to qiymaning suvi bug'lanib ketgungacha yaxshilab og'zi ochiq holatda qovurib olamiz. Tayyor qiymamizni kosaga solib, qatiqlab dasturxonga tortamiz.